Biz bugün Uyghur xalqining qahramoni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining podpolkovniki Anjanboy bilan tanishib chiqamiz. Anjanboy milodiya 1906-yili Qashqar Konishahar noyisining Opal yezisidan Anjanga ishlamchilikka borgan Baqaxun oilasida dunyoga keladi. Baqaxun musofirchilikda o'tgan kunlarning guvohchisi bo'lib qolsin deb bolasining ismini Anjanboy qo'ydi. Anjanboy Toshkentdagi 10-boshlang'ichda o'qib 1918-yili 5-sinfni a'lo natija bilan bitirdi. Bu chaqda bolsheviklarning ko'tarilib chiqishi bilan Toshkentda malamonchilik boshlanib ketdi. Turkumlab askarlikka tutishlar avj oladi. Baqaxun ularga tutuq bermay, bolalarini ilib qabristonliklarda qochib yurib, milodiya 1919-yili oilasi bilan yurti Opalga qaytadi. Bu vaqtda Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida orqa-orqadan ko'tarilgan qo'zg'olonlar zarbasida qattiq vahima ichida qolgan mustamlikchi Xitoy jon qayg'usida texmi va g'aljirlashib ketadi. Mana bu vaqtda Toshqo'rg'onda Umar Damullam degan kishi qo'zg'olon ko'tarib askar elishga boshlaydi. Anjanboy bu xabarni anglab darhol Umar Damullamga askarlikka tizimlatadi. Anjanboy partizanlik urushi jarayonida ko'p o'tmay botirligi va talanti bilan ko'zga ko'rinadi. Umar Damullam Anjanboyni o'zining muhofizatchisi qiladi. Shuningdek mujohidlar Opal, Buloqsuv, Toshmiliq, Yangisar qatorliq joylarda partizanlik urushi elib berib Xitoylarga qattiq zarba beradi. 1933-yili inqilob g'alaba qilib 11-oyning 12-kuni Sobit Damullam rahbarligida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati quriladi. Lekin Sovet ittifoqining besimi bilan yerim mustamlika aylantirilgandan keyin Umar Damullam qo'l ostidagi mujohidlarni tarqatib etadi. Shuningdek Anjanboy dardini ichiga yutib, tog'larga chiqib ketib, ovchilik bilan kun o'tkazishga boshlaydi. O yillarda Opalning Xitoylar tarafidan tayinlangan Ahmad Bo'ri ismli intayin qarniyat bir begi bor bo'lib, u Anjanboyga tuhmat qilib Xitoyga tutib berdi. Anjanboy 6 yil zindonda yotgandan keyin 1945-yili Abdukarimxon Maqsumning yordami bilan Xitoy zindonlaridan qutulib chiqadi. 1944-yili 11-oyning 13-kuni Elixon To'ra boshchiligida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi va bu xabar chaqmoq tezligida butun Sharqiy Turkistonga yayildi. Bu vaqtda Anjanboy darhol harakatga kelib, inqilobga qatnashish uchun o'z inisi Qodirxon, singlisining o'g'li Aziz va shundaqla yaqin do'st birodarlari qatorliq 70 necha odamni tashkillab, boshqa nahiya yezlardagi partizanlarga qatnashib, 1945-yili 8-oyning 15-kuni urush boshlab, oldi bilan Opalni ozod qiladi. Bu g'alabadan keyin Anjanboy Uyg'ur, Tojik, Qirg'iz xalqlaridan tarkib topgan 200 dan ko'proq inqilobchilarni tashkillab, milodiya 1945-yili 8-oyning oxirlarida shahar ichi Tag'ar, Subeshi, Davan va Bulunqul qatorliq joylardagi Xitoy qo'shinlariga birla vaqtda hujum qilib, bir kecha kunduzda Toshqo'rg'onni ozod qiladi. Shu yili 9-oyning 24-kuni Toshqo'rg'on tavasidagi barliq qo'zg'olonchilar Opalga kelib Anjanboyga qo'shildi. Bu vaqtda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining armiyasi shimolda Cho'chakka, sharqda Urumchiga, janubda Oqsuv tarafga qarab zafar quchib ilgirlayotgan vaqti edi. Toshqo'rg'on inqilobidan xabar topgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatı Toshqo'rg'on inqilobiga yetakchilik qilish uchun Jamoliddin Yusufjon Ayniddin qatorliq inqilobchilarni yetakchilik qilish uchun avatidi. Anjanboy barliq qo'zg'olonchilar bilan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati armiyasining tavalligiga o'tadi. İnqilobchi qo'shin ilgari kin bo'lib Toshqo'rg'on, Poskam, Yaykan va Yangisar nahiyalari atrofidagi nurg'un joylarni ozod qiladi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatı Anjanboyning ko'rsatgan tuhfasi uchun podpolkovniklik unvoni berib, O'ytoq polkining muavin komandirligiga tayinlaydi hamda o'z oldiga polk qurish huquqi beradi. Anjanboy rahbarligidagi inqilob orqa-orqadan g'alaba qilib ilgarilayotgan vaqtda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatı Sovet ittifoqining besimida Xitoy tajovuzchilari bilan urush to'xtatib 11 bitim imzolaydi. Anjanboy urush to'xtatish buyruqini topshirib elib, bu buyruqni iddiyasidan o'tkazolmaydi hamda bu kelishimga qattiq afsuslanadi. 11 bitimdan keyin Toshqo'rg'on mujohidlarining qurollari yig'ib olinib, mujohidlar orqa-orqadan sapdan bo'shtilib qaytariladi. Milodiya 1946-yili 1-oyning 29-kuni Toshqo'rg'on qismlari buyruq bo'yicha qog'iliqdan chekinadi. Keyinidilla Xitoy keng ko'lamda tutqun qilishga boshlaydi. Hatto inqilobchilar chekinishda Kaltak Hojim degan bir tojik kishining o'ylisini bazi qilib qo'g'danganligi uchun Kaltak Hojimning Hamulxon bilan Kamulxon degan ikki o'g'lini tutib kelib, butun xalqni maydonga to'plab, xalqi olam oldida bu ikki o'g'ilni tirik turg'izib, ko'zlarini uyib oladi. Yuraklarini sug'urib elib, naq maydonda kavob qilib yeydi. Bundaq dahshatlik o'ch elishlar inqilobchilar chekinib chiqqan nahiya yezlarining hammasida umumiylik takrorlanadi. Bu urush to'xtatish kelishimidan keyin 14 mingga yaqin begunoh xalq va shilachi o'ldirilib etdi. Bu vaqtda Anjanboyning qo'lida 110 ga yaqin inqilobchi qolgan bo'lib, Anjanboy mushu ozg'ina odamlari bilan dushmanga qattiq zarba berdi. Anjanboyning o'tirg'i chiqqanini ko'rgan xalq oz bo'lsin umidlanishga boshlaydi. Bu vaqtda Yutuvanjang degan Xitoy bir tuvan askarni Chashtoqqa o'rlashtirdi. Bu xabarni anglagan Anjanboy tanlangan 10 askari bilan 700 kishilik qo'shinga hujum qilib, ularning tamomini qirib etdi. Og'ir mag'lubiyatga uchragan Xitoy inqilob boshlangandan tartiblar qo'zg'olonchilar sepiga so'qinib kirib olgan
Zeydin ismli bir munofiqni ishga soladi. Jamoliddin qatorliq inqilob yetakchilari G'o'ljidan kelganligi uchun Toshqo'rg'onning amaliy ahvolini yaxshi bilmagachga Zeydinga ishonadi. Anjanboy har qancha qilibmi Zeydinning yomon niyatlik odam ekanligini Jamoliddinlarga ishontira olmaydi. Natijada Zeydin Jamoliddinga yolg'on xabar berib, Opal langzida Xitoy askarlarining qolmaganligini aytadi. Uning gapiga ishongan Jamoliddinlar bir qism askar bilan otlanib langziga qarab yo'lga chiqadi. Xitoyning shtabining dal langzida ekanligini bilgan Anjanboy qattiq cho'chib ketadi. Buning bir tuzaq ekanligini bilgachga 30 odamini elib Jamoliddinlarning orqasidan darhol yo'lga chiqadi. Anjanboy yetib borganda Jamoliddinlar Xitoyning asiriga tushib qirilib bo'lgan bo'lib, bu ahvolni ko'rgan Anjanboy darg'azab bo'lib 30 fidoyilari bilan dushmanga qarab ot soladi. Urush keskinlashgan vaqtda Anjanboyning etiga o'q tegadi. U shuningdan keyin hayot qolgan askarlarga qo'rshovni bo'sib o'tib ketish buyrug'ini beradi va o'zi yolg'iz bir dongning orqaga o'tib, pilimut bilan dushmanni shiddat bilan o'qqa tutadi. U sahardan toki kechqurgacha butun bir kun o'zi yolg'iz urushib, tillarda daston bo'lg'idek urush qiladi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining podpolkovniki Anjanboy 1946-yili 9-oyda Opaldagi urushda boturlarcha shahid bo'ladi. Xitoy askarlari uning kallasini kesib, Yakan qatorliq joylarga elib berib sazoyi qiladi. Keyin Opalga elib berib, ko'chada esib qo'yib sazoyi qiladi. Bu vaqtda bir ayol ko'krak kerib o'ttirga chiqib, Anjanboyning kallasini elib ketib dafn qiladi. Shunda qilib Uyg'ur xalqi o'z hayoti badaliga hurlik taqdim qilguvchi farzandidan ayriladi. Sultan bo'lib xon o'tgan Uyg'urum sen jahonda olam shahid bo'lganti sen tarixni yozganda